Turkiyada Qaraqalpaq qizning bir kuni shaypayimni ishib, salonga keldim. Salonda ko'rib turganingizday, shunday kofe anamini olib beradi. Uyga kelib, shunday zatlarimni assimir qilib joylashtiraylik dedim. Sizga unadimi? Bugun obedga manti pishirdik. Manti mushni bo'lib chiqdi. Qabaqdan mantini sag'inib yurdik. Mamam meni jeb olib Targoviy sentrga ketdik. Bugun 6-kun bo'lganga odam вообще ko'p. Turkiyada 6-qala kun demaliz. Usunda kurtka qalab yurib edim, tavdim. Keyin mamam meni donut jeb yurak jalg'ab oldi. Keyin mamam ketgandan keyin tarot kartalarni qaradim hamda podushkamni kutdim. Podushkam keldi. Podushkam bilan birgalikda shopping qildik hamda Targoviy sentrda javob, eshiklar javob, kassaning eng oxirgi insonlari bo'lib chiqdik. Mana yerda ko'rsangiz bo'ladi, hamma eshiklar javob o'tiribdi. Qop-qorong'i. Podushkam bilan kafeda o'tirishga ketdik. Shunday Ankaraning moshni yerida o'tirdik. Keyin podushkamni qo'yarga qo'ymay uyga olib keltiribman. Sababi ertangi jana qidirishaqmiz. Paka-paka.